Diqqat e'lon. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi yuqori malakali kadrlarni kontrakt bo'yicha harbiy xizmatga taklif etadi. Quyidagi talablarga javob beradigan fuqarolar tanlov asosida oddiy askar va serjantlar tarkibi lavozimlariga qabul qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni yoki safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatini o'tagan 30 yoshga to'lmagan erkaklar, bo'yining balandligi 165 cm va undan yuqori hamda sog'lig'ining holatiga ko'ra harbiy xizmatga yaroqli bo'lganlar. Nomzodlar quyidagi mutaxassisliklar bo'yicha tanlovda ishtirok etishlari mumkin. Umum qo'shin mutaxassislari, artilleriya mutaxassislari, aloqa mutaxassislari, tank mutaxassislari, haydovchi mutaxassislari, muhandis sapyor mutaxassislari, feldsher, hamshiralik ish yo'nalishi mutaxassislari, moliya mutaxassislari. Tanlov ishtirokchilarining arizalari joriy yilning 15-iyul sanasiga qadar may.go.uz portali orqali qabul qilinadi. Murojaat uchun telefon 71 kod bilan 269 80 19, 50 kod bilan 030 80 19.